Bu terapiyamiz orqali biz fobiyani, stressni, frustratsiyani, выгорание, bolalarda bo'ladigan o'sha o'zini noto'g'ri tutish, agressivniy holatlari, injiqlik holatlari, mana shu narsalarda juda ko'p yordam beradi. Samoregulyatsiya orqali, biz o'yin texnikalari orqali bu muammolarga yechim topamiz. Biz sizga bo'z terapiyasini taklif qilamiz. Bo'z terapiyasi o'sha Yevropa standartlariga, Rossiya standartlariga javob beradigan terapiya, aynan o'sha rivojlangan mamlakatlarda qo'llanilib kelayotgan, bizda endi qo'llana boshlagan terapiya hisoblanadi. Davomiyligi har xil. Protsedurani 8-10 daqiqadan kattalarga, vaziyatga qarab 30-40 daqiqagacha ham bo'lsa bo'ladi. Nafaqat monitordek biz monitoring qila olamiz. Bu narsani bemorning o'zi ham sezadi, bemorning yonida kelgan odam ham sezadi. Nimaga monitorda o'zgarish bo'ladi? O'sha ushalish videodagi rolikdagi aytilgan zadachani konkretno ko'proq amalga oshib borishi natijasida o'zligi ko'rib borishadi. Bundan tashqari o'sha o'zini tutishida, diqqatida, o'qishida o'zgarishi sezishadi. Bu terapiyaning afzal jihati yosh chegarasining mavjud emasligi, ya'ni o'sha 3-4 yoshdan boshlab to 70 yoshgacha bo'lgan, undan katta bo'lgan bemorlarimizda ham ishlatsak bo'ladi. Bu apparatimiz EEGga asoslangan bo'lishiga qaramasdan diagnostik apparat hisoblanmaydi. Bu apparatimiz yuqorida aytib o'tilgan tashxislar va bundan boshqa kelishi mumkin, kelib chiqishi mumkin bo'lgan psixologik muammolarda yechim hisoblanadi, ya'ni ularni davolashda ishtirok etadi. Agar sizni yoki yaqinlaringizni psixoemotsional yoki psixoneurologik muammolar qiynayotgan bo'lsa, albatta mutaxassisga murojaat qiling.